hammaga. Sizlar bilan Barko'z. Bugun videomizda Minecraftga o'xshash top 4 ta o'yinlar bilan ko'rib chiqamiz. Qanunda boshladik. Birinchi o'yinimizning nomi mana bunaqa o'yin ekan. Qani kirib ko'ramiz. Kirib ko'rdim. Yaxshiroq creative qilamiz. World name bo'ldi. Tayyor deb bosamiz. Creative mana survivalga qildim men hozir. Mana shu yoqqa to'qolamiz. Uni yaratgan merimda ishladi hozir. Mana shunda ketdik. Grafikasiga esa sal yaxshiroq. Craftsman 4 ga ozgina o'xshab ketar ekan. Yaxshi, cheat yozsa bo'ladimi? Yozib ko'ramiz. Qani mode bo'ladimi ekan? Tayyor. Voy, reklama bo'ldi. Bizga kerak emas bu. Yaxshi. Bu zona emas ekanda. Hozir qishloq bor zonani ko'rsataman. Mana shunday o'ynadim shekilli. Jiglarni ko'rsatdim. Tosh ham uncha o'xshamas Minecraft. Mana shu jiglar. Buni tasharkan. Voy. Nima qildi? O't bormi? Bechora. Yo'q. Al bunaqa emas hisoblarga. Jiglarga gap yo'q. Non qo'ysam bo'lsa kerak. Non qo'yib emaskan. Inventariga kelamiz. Yo'q, bunaqa Minecraftda menimcha mana shular yo'q edi. Shekilli bir xil bo'lardi. Yana stul qo'shilgan. Yaxshi ekan. Keyingi qatorga o'tsak. Yo'q. Yotoqda qaranglar. Uncha zo'r. Yaxshi ekan. Hajmi ham uncha ko'p emas ekan. Necha megabayt edi? Mana ekranlarda chiqadi necha megabaytligi. Qanunda keyingi o'yinimizga ketdik. Keyingi o'yinimiz nomi Diamond Craft ekan. Kirib ko'ramiz. Boshidan rasvolga o'xshaydi. Mayli ko'ramiz. Nima creative qilib ko'raylikchi. Qanaqa ekan bu? Boshdan xunukka o'xshayapti-ku. Mayli ko'ramiz. Kirgunicha men videoni pauza qilib turaman. Mana kirib ham oldi. Yaxshi. O'zi aytgandek xuddi shunaqa ekan. Voy, nechta bu mana bu?
Mana bu nechta bu? Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta. Oho, kichkina. Yo'q, nima narsa bular? Nima narsa bular? Birinchi o'yinimizga Azar Craft degan o'yinimizga men bitta qarorga keldimki, unga 10 dan 8 qo'yamiz. Bunga necha qo'ya olamiz? Tosh o'xshagan. Nima bu mana bu? Temirmi? Yo'q, buncha xunuk. Mayli, ko'mir. Yo'q, what the hell? Umuman buzoq ekan bu. Bunga keladigan bo'lsak, undan 4 qo'ya olaman men bunga. Qani unda keyingi o'yinimizga ketdik. Keyingi o'yinimizga kirib oldik. Noma ham esdan chiqib ketibdi. Ekraninglarda chiqadi. No play. Delete'ni bosib yuboribman. Boshim shar bo'ldi. Qurolmi bu? Yo'q, qurol emas ekan bu. Oho, qanaqa bu grafika? Qusvorgan-ku bunga. Uyoq qo'ygan. Do'di ko'raylikchi. Voy. Nima bu? Piksel qani? Yo do'stlar, qaranglar. Hozir. Mana loyda piksel qani? Yo'q. Nima sansan? Kerak emas hech narsa. Bundan ham bu endi o'yinga undan 5 qo'ya olaman-da. Ishqilib. Keyingi o'yinimizga navbat beraylik. Qanunda boshladik. Boshladik debman, o'taylik. Keyingi o'yinimiz nomi Craftsman 4. Buni hajmi esa kattaroqda. Unchalik katta emas. Endi Minecraftga o'xshashda. Bir necha videolarimda chiqarganman shunda. Mana turibdi mana. Grafikasi esa Minecraftga o'xshab ketadi. Mana piksellar ko'proqda Minecraftdan. Craftsman ham shunday bo'lsa kerakda o'zi. 5 ham chiqqan Craftsman. Videoga like bosib obuna bo'lish esdan chiqmasin do'stlar. Yozgacha birga bo'lishimiz kerakda. Buni qaranglar. Piksellari ko'proqda. Yerdan bunga Minecraftdan to'liq ko'chirib olgan. 64 ga 64 shader qo'shganda bo'ladi. Qo'y o'zida, mollari ham o'zida. Suv umuman farqi yo'q. Daraxt esa umuman ham farqi yo'q. Bunga men grafikasi yaxshi. Bunga men undan 10 baho qo'ya olaman. Qaranglar. Qancha mazza. Minecraft ko'tarolmaydiganlarga bo'ladi. Boshqa o'yinlarimiz qolmadi. Hammaga xayr. Keyingi videolarda ko'rishguncha
deb